ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, spitz Dessert. Xo'sh, biz o'tgan videomizda aytib o'tgan edikki, texnologiyani yanada rivojlantirish hamda Qozog'istonni egallab olishni maqsad qilib olgan edik. Xo'p, davom etamiz. Aynan mana shu uchun biz aynan Qozog'istonni demak egallamoqchi ekanmizki, o'zimizni rivojlantirib olishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilamiz bu ishni? Dastlab biz, xo'p, men aytib o'tgandim, men uchun texnologiyalarning ichida iqtisodiy hamda tanklar men uchun katta ahamiyatga ega deb aytganman. Buni ko'pchilik ham biladi. Davom etamiz. Birinchi o'rinda mana shunday iqtisodga va texnologiyalarga amal qilamiz. Undan tashqari egallab olingan hududlarni iqtisodiy, ya'ni texnologik taraflardan qo'ldan kelguncha mana shunday pul ajratib, ularga investitsiya kiritamiz va bu bizga foyda berishni boshlaydi. Mana shunday har biriga qanchalik ko'p qo'ldan kelguncha tezlikda harakat qilamiz va ko'proq foyda olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday davom etamiz. Xo'sh, qolganlari o'zimizniki. Mana ko'rib turibsiz, bularni avval rivojlantirdik egallab olganimiz uchun. Xo'p, yaxshi. Davom etamiz. Ularning harbiylari bor. Bizda ham bor, o'zimizga yarasha. Xo'sh. Biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Texnologiyani kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Qanchalik tezlikda rivojlantirsak, texnologiya shunchalik bizga katta foyda keltiraveradi. Xo'sh, bungacha mana bu tomonni ham egallab olishimiz mumkin bo'ladi. Sababi kichik hududlar, shuning uchun dastlab hududimizda yana hisoblanadi. Chunki hech qanday yer hech qachon zararga ishlamaydi, deyarli hech qachon zararga uchramaydi deb hisoblayman va shu uchun ham davom etamiz. Va bu bilan urush boshlash uchun muhlat so'raymiz. 20 kundan so'ng bemalol urushni boshlashingiz mumkin edi va biz jang boshladik. Ozarbayjonga qarshi egallab olindi. Xo'p, va biz bu yoqqa mag'lubiyatni o'zimizga oldik va yopdik. Endigi navbatimiz. Xo'p, yaxshi. Shunday davom etamiz. Ularning iqtisodiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, anchagina ishlab chiqarishi ham yaxshi, bizga foyda keltiradi. Har holda zarar keltirmaydi. Shu ketishda Armanistonni, Gruziyani va qo'shimcha kichik davlatchalar ham berilgan ekan. O'sha davlatlarni ham olib egallab oldik. Xo'p, mana shunday Armanistonga qarshi urush ochdik. Ungacha askarimizga biroz hechasi yo'q. Keyingi bosqichlardan
Mana Armanistonga qarshi urushni ochdik. Buni ham egallab oldik. Hop, Rossiyani egallab olamiz. Keyingisi Gruziyani ham egallab olamiz. Va mana shunday egallandi va mana bu yerda kichik davlatlar bilan ham urushsak bo'laveradi. Sababi ular bizga deyarli muammo keltirmaydi. Va urushni Abxaziya degan davlatdan bor ekan. Va mana ko'rib turganingizdek, hududimiz yanada kattardi. Bunday qilishimizning sababi bizga juda ham qulay keladi. Sabab yo'q joydan yana shuncha hududdan bizga foyda kelishni boshlaydi. Xo'p, bularning sababi bularni qiladigan ish yo'q. Xo'p, bu yoqda texnologiyaga va kolbachalarni soni yetarli bo'lsa, endigi navbat, xo'sh, bularni texnologiyalarni rivojlantirish bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, infrastrukturalarga sarmoya kirityapmiz va bizga kerak emas. Sababi bizga undan ko'ra ko'proq foyda keltiradigan. Masalan, mana bu kerak. Keyingisi bularga ham sarmoya kiritamiz. Qanchalik ko'p sarmoya kiritsak, o'zimizga foydani ko'proq olaveramiz. Yaxshi, juda soz. Men hozirda bularni qasr himoyani berganim yo'q, chunki bu yerlarda hozircha urush qilish niyatim ham yo'q, shu tufayli ham. Xo'p. Negadir o'xshamayapti. Sababini bilmadim. Mana bularni tushirib oldik. Xo'p, juda soz. Hozircha hammasi biz o'ylagandek ketyapti. Mana shu ketishda biz Pokistonni ham egallab olamiz. Sababi u ham unchalik hudud jihatdan katta emas. Xo'sh, texnologik tarafdan bizdan ko'ra qoloqroq holatda turibdi. Biz uchun juda ham qulay ma'noni bildiradi. Xo'p, yana bitta diviziyani hosil qilamiz. Paydo qildik. Paydo qilmadik, o'zi bor ishlab chiqardik-da. Mana ko'rib turganingizdek, barchasi yaxshi ketyapti. Va bular bilan boshlaymiz. 30 kun muhlat berdik. Va jang boshlandi.
mana so'z hozircha O'zbekistonni ham to'liq egallab oldik. Mana ko'rib turganingizdek, hududimiz juda ham kengayib ketdi. Endi bemalol Qozog'istonga ham hujum qila oladigan darajaga yetib oldik. Diviziyalarni ortga qaytaramiz. Har tomondan kerak Xo'sh, diviziyalarni ortga qaytaryapmiz. Sog'lig'iga tibbiy ko'rikdan o'tkazib qo'yamiz. Bu bizga yana qayta va qayta bularga nima pul ajratmaymiz. Kamroq miqdorda yangicha bir nimasi kelib turadi, yaxshigina foydasi. Mana ko'rib turganingizdek, aytayotganlar Qozog'istonni egallanmayapman. Aynan mana shu yerni egallanmayotganligim tufayli ham egallayapman-u, qiyinchilikka yuz tutyapman deganlar uchun mana yangi imkon. Qolgan davlatlar, atrofdagi kichikroq davlatlarga hujum qilsangiz ham bo'ladi. Va bu kattagina foyda keltiradi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, keyin yana bir savol berishgan bizga pul to'plash qiyinlashib ketadi, qanchalik ko'paytirmoqchi bo'lsak desangiz, bu hududga bog'liq. Sababi g'aznaga to'plaganingiz bilan baribir chiqim shu darajada bo'ladiki, maksimal to'plashingiz uchun, ko'proq pul to'plashingiz uchun hududingiz katta bo'lishi shart. Sabab o'yin tizimi shunga mo'ljallangan deb aytsak ham bo'ladi. Xo'p, bu navbatdagi qismimiz edi. Keyingi qismlarda biz aniq endi bemalol Qozog'istonga hujum qila olamiz. Salomat bo'ling, biz bilan qoling, obuna bo'ling.